deyarli hamma rasmga olyapti. Telefondami, kameradami, lekin kimlardir kadrlar yaqqol ko'zga tashlanayapti, kimlardir kadrlari darrov esdan chiqyapti. Gap megapiksel haqida emas, gap kadrdagi balansda. Bugun kompozitsiyadagi asosiy qoida, 3 dan 1 qoidasi haqida gaplashamiz. Kompozitsiya o'zi nima? Kompozitsiya bu kadrni to'g'ri joylashtirish. Bizda ikki xil format bor, vertikal va gorizontal. Endi kadrni qanaqa qilib to'g'ri joylashtiramiz? Kompozitsiyada 3 dan 1 qoidasi bor. Biz bilamiz, telefonimizda mana shunaqa setkalar bor. Buni ko'pchilik yoqadi, lekin qanaqa qilib to'g'ri ishlatishni bilmaydi. Ko'pincha obyektni mana shu o'rtaga joylashtirib xato qilishadi. Aslida qanaqa ishlatish kerak? Mana shu 4 ta eng kuchli nuqtadan bittasini yoki ikkitasini tanlab olib turib, o'sha joylarga joylashtirsak qiziqarli chiqadi. Real misolda bu kadrimiz ancha qiziqarli va balansda. Sababi shu ikkita nuqtadan foydalangan holatda 3 dan 1 qoidasiga amal qilgan holatda chiroyli qilib kadr olingan. Gorizontal formatda qanaqa bo'lishi mumkin? Bu yerda ham 9 bo'lakka bo'lib olamiz va eng kuchli 4 ta nuqta mana shu joylashgan nuqtalar va kadr yukini aynan qaysidir nuqtalarga joylashimiz mumkin bo'ladi. Real misolda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda bo'yi barobar olingan kadr model mana shu ikkita nuqtadan foydalangan holatda. Qolgan joy bo'shliq, ya'ni kadrning mazmuni bor. Mana shu ikkita nuqtadan foydalandik. Xuddi shu ikkita nuqtadan foydalangan holatda tabiatdagi detallardan foydalanyapmiz. Rasm mana shu nuqtadan foydalanyapti va bu yerda bo'sh holat bo'lganligi chiroyli chiqyapti. Endi tasavvur qilinglar, mana shu toshlar mana bu yerda turganida qiziqarli chiqarmidi? Menimcha yo'q. Bu yerda ko'proq qiziqarli bo'lib chiqyapti. Professionalniy portretlarda ham xuddi shu narsani ko'rishimiz mumkin. Yuzi qarab turgan joyda bo'sh joy qoldiryapti va ancha qiziqarli bo'lyapti. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar, agar model o'rtada joylashganda qiziqarli bo'larmidi? Unchalik emas. Bu yerda rasm to'g'ri olingan va shuni hisobiga boshqalarning kadridan fotograf ishi ajralib chiqyapti. Endi arxitekturada ham buni ko'rishimiz mumkin. Arxitekturada ikkita nuqtaga joylashtirilgan, bu safar chapdagi nuqtalar tanlab olingan va shuni hisobiga nariyoq tomonda bo'sh joy qoldirilgan va kadrimiz arxitekturada ham ancha chiroyli ko'rinyapti. Aynan o'ng tomondagi yoki chap tomondagi nuqtalar tanlab olinishi shart degani emas, bir-biriga nisbatan diagonal bo'yicha nuqtalarni ham tanlab olsak ham kadrlarimiz qiziqarli chiqadi. Masalan, bu predmet foto. Bu yerda choynak, bu yerda bo'lsa chashka qo'yilgan. Aynan shu ikkita kesishmali nuqtalardan foydalangan holatda kadr olinyapti va bizning kadrlarimiz qiziqarli chiqyapti. Va yana mana shu ikkita pastdagi yoki ikkita tepadagi nuqtadan ham foydalangan holatda kadrlar olsak bo'ladi. Masalan, tabiat va qanaqadir uy. Vertikal holatda ham xuddi shu narsadan foydalansak bo'ladi. Bu yerda tam dengiz va misol uchun bu yoqqa quyosh. Kadrimiz 3 dan 1 qoidasiga mos bo'lib qiziqarli chiqadi. Kompozitsiyadagi 3 dan 1 qoidasi mavzusining mohiyati shundan iborat edi. Sizlar bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sababi har bir dars bir-biriga bog'liq va bizning sahifaga obuna bo'lish esdan chiqmasin.